Assalomu alaykum. Bu videoyim YouTube'ga birinchi videoyim bo'ladi. Bu videoda sizlarga Dongfeng avtomobillarini obzorini qilib beraman qisqacha. Dongfeng Elliot elektr. Dongfeng Nammi elektr. Kompaktli ayollar uchun ishlab chiqarilgan mashina. Buni to'liq yurib berish zapas xodi 518 km. Salonlarni ko'ramiz. Oldi elektr привод bo'ladi. Oldi chap taraf. Shopper sidiniyasi. Ruslar uchun rolimiz anatomический. Monitorlar bor. Kichkina displey. Sideniyalar sportivniy. Orqa ko'rinishi. Orqa ko'rinishi ancha derski mashina. Orqa sideniyalar. Orqa sideniyasi ancha keng. 19 dyuymli diskalar. Bu esa Dongfeng Nammi. Salonni qaramiz hozir buni. Elliotga qaraganda sal balandroq mashinaga o'xshadi. Bunda ham displey. Kichkinagina skorost displeyi. Barlari bor. Sidinalari. Rulni ko'tarib tushirish faqat ruchnoy bo'ladi. Tashqi ko'rinish, orqa ko'rinish. Bu mashinamiz narxi $20,500. Bu Dongfeng Ailis Elliot mashinamiz narxi $23,000.